payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam risolat bilan yuborilganlariga 10 yil to'lganda Alloh taolo o'zini habibi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni o'zi tomonidan berilgan ko'p mo'jizalardan biri bilan sharaflarini yuqori qildi, u kishini ulug'ladi. Bu Isro va Me'roj mo'jizasi edi. Isro Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir kechada Makkadagi Masjidul Haromdan Quddus Sharifdagi Masjidul Aqsoga sayr qildirishiga aytiladi. Ana shuni Isro deyiladi. Me'roj payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Quddus Sharifdan osmonga ko'tarishlariga aytiladi. Alloh taolo ushbu mo'jiza haqida Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qilgan: Astaizu billah Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. O'z bandasi Muhammadni bir kechada Masjidul Haromdan atrofini barakotli qilganimiz Masjidul Aqsoga olib borgan zot Alloh barcha nuqsonlardan pokdir. Biz unga oyatlarimizdan, mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun shu ishni qildik. Albatta u zot eshituvchi va ko'ruvchidir deyiladi. Isro surasining 1-oyati. Bu mo'jizaviy safarni juda ko'p hikmatlari bor. Bu aslidagi mavzuyimiz, ya'ni juda ko'p majlislarda bayon qilinish kerak bo'lgan. Bir hikmatini bitta majlisda bayon qilsa ado qilib bo'lmaydigan darajadagi katta voqea aslida. Lekin bugun Alloh muyassar qilganicha muhimlarini, xulosalarini birgalikda o'rganishga harakat qilamiz. Ana shu hikmatlarning eng asosiysini Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimni oyatida bayon qildi. Ya'ni unga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'z oyat mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun Isro qildik. Ya'ni Isro, ya'ni tunda safar qildirdik deb marhamat qilyapti. Isro va Me'rojni asosiy hikmati o'zini oyatlari, mo'jizalarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatish. Boshqa oyat karimada Alloh taolo Me'roj haqida shunday deydi: Laqad ra'a min ayati robbihil kubra. Dar haqiqat u Muhammad Parvardigorining buyuk mo'jiza oyatlarini ko'rdi. Najm surasi 18-oyat. Me'roj safarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam osmonga ko'tarildilar. Uni qavat-qavat ekanligini ko'rdilar. Har bir osmonda ulug' payg'ambarlar bilan uchrashdilar. Jannat va uning ne'matlari, jahannam va uning azoblariga guvoh bo'ldilar. Endi Isro va Me'roj voqeasini qisqacha yoritib o'tsak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada Hazrati Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahuni opalari Ummuhoni radhiyallohu anhoni uylarida uxlab yotardilar. Shunda Jabroil alayhissalom kelib u zotni uyg'otdi va Masjidul Haromga olib borib, u yerda buroqqa mindirdi. Buroq bu jannatni bir hayvoni ekan, oq rangli, eshakdan balandroq, hashirdan pastroq, juda haligi tez harakatlanadigan hayvon ekan. Ya'niki hadis sharifda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa deb oq, hashirdan pastroq, eshakdan balandroq deganlar. Ya'ni nazari tushgan joyga oyog'ini qo'yar ekan. Shu darajada tez harakatlanar ekan. Bu degani o'sha ko'zi yetadigan joyga keyingi marta oyog'ini qo'yadi. Shu darajada tez harakatlanadigan bir jannatni bir hayvoni ekan. Kechasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Baytul Maqdisga bordilar. U yerda barcha o'tgan payg'ambarlarni ruhlari bilan uchrashdilar. Jabroil alayhissalom namoz o'qishga taklif qilgandilar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam jami'i payg'ambarlar alayhissalomlarga imom bo'lib, ular orqalaridan iqtido qilib 2 rakat namoz o'qishdi. Bu voqea payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Allohning huzuridagi maqomlari nechuk
yuqori ekanligini bayon qiluvchi, xususan payg'ambarlar silsilasida u zotni tutgan o'rinlari va u kishini olib kelgan risolatlari nihoiy va mukammal risolat ekanligiga dalolat qiluvchi holat hisoblanadi. O'zingiz tasavvur qiling, ya'ni Odam alayhissalomdan to u zotgacha bo'lgan barcha payg'ambarlar, ulul azm payg'ambarlar, u kishini ajdodlari bo'lgan, otalari bo'lgan payg'ambarlarga Alloh taolo u kishini imom qilib namoz o'qishlikni sharafini ato qildi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni me'rojlari o'zlarini jasadlari bilan, Isro ham Me'roj ham jasadlari bilan bo'lganligini ulamolarimiz ta'kidlashadi. Mana bu yerda o'zi oyat karimada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo Muhammad demadi, bandasini dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni eng ko'p gapiradigan gaplari, ta'kidlaydigan narsalari u kishini Allohning bandasi ekanliklari edi. Muhammad degandan ko'ra bandam degani u kishi uchun ko'proq tasalli bo'ladi deyshadi ulamolarimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jismlari bilan osmonga ko'tarildilar. U yerda payg'ambarlar, ko'plab farishtalarni ko'rdilar. Hammasi bilan salom alik qildilar, hol ahvol so'radilar. Shu bilan birgalikda yuqorida aytganimizdek jannat va jahannamning holini ko'rdilar. Sidratul muntaho, ya'ni yaratilgan mavjudotlarning ilmi va harakati tugaydigan joy. Undan u yog'iga hech kim o'ta olmas ekan. Ana shu joygacha bordilar. Alloh taoloning malakuti, ya'ni g'ayb olamini ko'pgina ajoyibotlarni ana shu safarlarda ko'rdilar.